Assalomu alaykum aziz insonlar va mezmonlar. Mana bugun biz 1 yanvardan olib boryapmiz ko'rsatuvimizni. Kecha jonli efirimiz ma'qul bo'lmadi, uni o'chirib olib tashladik. Endi sizlarga bu narsani gapirishga ahd qilyapmiz. Endi haqiqatlarni jicha gapirmasak bo'lmaydi. Mana 25-yilda deymiz, mana bu prezident selektori bo'lib o'tdi. O'sha selektorda 26 dekabr kuni bo'lgan selektorda man narsani guvohi bo'ldimki, u yerda aytildi. Biz kambag'alchilikdan chiqardik. Kambag'alchilikdan chiqarganimiz yo'q. Kambag'alchilik battar bo'lib bordi. Battar bo'ldi, battarki, yog'i battar bo'lib ketdi. Mana man bir gapni aytib o'taman, endi ko'zimdan ko'rganimni aytaman. Bizda bitta qishloq bor, qishloqda u qishloqning nomini aytmayman. Aytsam, birpasda bu hokimlar harakat qilishni boshlaydi. Yakka borib chora ko'ramiz, ularni bosimga uchratadi. Shuning uchun aytmayapman. O'sha qishloqqa kirsam, 5 ta oila yegani noni yo'q. Yerni ichidan o'sha fermerlar ekkan sabzilarni olib kelib, suvga qaynatib yeb o'tiribdi. Bu qanaqasiga bu kambag'alchilikdan chiqyapti. Battar bo'lib boryapti. O'sha 1937-yili, o'sha 36-yili, o'sha qatag'on yillarida o'sha qanday demasam bo'ladi. O'sha qiyinchilik bo'lgan paytda bir-biridan nonga zor bo'lgan payt, hozir xuddi shunaqa ahvolga tushib turibmiz. Men prezident sizdan so'raymanki, hokimlarni xalq saylash kerak. Xalq saylasa, u hokimlar xalqqa xizmat qiladi. Siz qo'ygan hokimlaringiz o'zi xalqqa yordam bermayapti. Mana 2025-yilda mana guvoh bo'ldim man shu narsaga. Men qarab turing, bu hokimlaringiz hech kimga yordam bermaydi. U foydani boshqa insonlar ko'ryapti o'daylar. Mana shunaqa ashir gaplarni gapiryapman. Bizda уже mana men bitta narsa aytamanki, больницаlar ham уже pullatli bo'lib bordi. Hozir 2025-yilda o'sha yangi yil arafasigacha bemor ko'payib ketdi. Kasallangan ko'payib ketdi. Nimaga? Sababini aytib beraymi? Yaxshi non yeyolmayapti-da o'shalar, ovqatni yaxshi yeyolmayapti. Nimaga? Bozorda hamma yoq qimmat. Men 2025-yil 31-dekabr kuni chorshanba kuni o'sha bizda o'sha Chimyon bozori bor, o'sha yerga bozorga men chiqdim. Bozorga chiqqanda men ko'zimdan guvoh bo'ldimki, odamlar go'sht olib yeyolmayapti. Nimaga? Puli yetmayapti. Go'shtga puli yetmayapti. 1 kilo tovuq go'shti 45 ming so'mga chiqib ketdi. 50 ming so'm, 45 ming so'mga chiqib ketyapti. Bu narx-navo ko'tarilib ketaversa, bu xalq kambag'alchilikdan chiqmaydi. Battar bo'lsa bo'ladiki, lekin boy bo'lmaydi. Men shu narsani so'rardim. Nimaga? Yo bizdaqa prezidentlarni qo'yinglar. Saylaylar O'zbekistonga. Nimaga? Qachongacha? Bu unday ekan, bu bunday ekan deb qo'ymasdan. Men bitta narsani aytib o'taman. Mani bobomning ismlari Said Amir Husaynxon. O'sha 1558-yilda o'sha Qo'qon taxtida o'tirgan ekan deyish manbalarda bor ekan. Shu manbalardan topib bildik. Bular ko'pi Qo'qon xonligi 1709-yilda deydi. U bo'lmagan narsa. U ba'zi bir chala domlalarda orqasidan bo'layotgan ishlarda. Mana hozir mana bizni Farg'onada o'sha ichki ishlar bilan bo'lgan ishda bir ayolni haqorat qilishsa, uni shu bunday deb chiqyapti, bunisi bunday chiqyapti. Akalar, ukalar. Bularni biz nima qilmaylik? Tinch qo'yaylik, nima keragi bor uni? Bu ayollar kimnidir onasidir, kimni opasidir, kimnidir singlisidir. O'zbekni bu ustiga damadoshlarni odar ollaydi.
Men bitta bittasi aytaman, millatchilik qilmayapti u dim. Shu millatlarni aralashtirmaydi, shu millatchilik bo'lmasin. Bular уже haddidan oshib ketyapti. Haddidan oshib ketyaptiki, yag'i yo'q oshib ketyapti bular. Bizga unday bo'lgan, bizni prezidentimiz unday bunday. Endi prezidentingiz unday bunday bo'lsa, aka, chiqib dedim, dedim, har xil narsalarni gapiravermaydi dedim xalqni ichida. Bu davlat O'zbekiston davlati, bu O'zbekiston buyuk mamlakati bu. Bu tojik mamlakati emas. Endi mendan xafa bo'lasizlar boshqalar. Tojik dedi millatchilikni yo'qmi? Millatchilikni yo'qolaganim yo'q, prosta bularni gapi bo'yicha men ko'chalarda ko'ryapman. Bilan muloqot qilib qo'yaman. Oldingda o'tirsa, bitta yoningga bitta tojik sherik kelsa, o'zbekcha gapirib turib, birpasda tojikchaga o'tadi. Nima deyapti ular? So'kinyaptimi? Boshqacha gapiryaptimi? Uni biz tushunmay qolyapmiz. Inshaalloh avvalo o'sha o'zbek yurtida yashayapsanmi? O'zbekcha muloqot qil. Bu O'zbekiston mamlakati, buyuk mamlakat bu. Bu o'zbek mamlakatida o'sha Ibn Sinolar, Mirzo Ulug'beklar, o'sha Boborahim Mashrablar o'tgan yurtlarda bular. Endi hali ko'p narsalarni gapiraversa, nima bo'ladi? Hali o'tni ko'rasang, uchadi, qo'shningni ko'rasang, ko'chadi degan deydi. Sassig'i chiqib ketaveradi-da. Endi men bu narsani gapirganim uchun o'sha mani bobom o'sha taxtda o'tirgan ekan. Nimaga biz prezident bo'lishga haqqimiz yo'qmi? Haqqimiz bor. Mana avlodlarim hozir mana Afg'onistonda, Pokistonda, Eronda, Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayapti. Juda ko'p avlodlarimiz. Biz O'zbekistonda biz bormiz xolos. Endi bizni ham avlodlarimiz kichkina emas, juda katta. Shu O'zbekistonda ham bu nihoyatda kuchli odamlar bo'lib o'tgan hammasi. Hozir ham bor, pensiyaga chiqib ketganlari ham bor. Past odamlar emas-da. Qo'limizdan keladi hamma yo'q. Hamma narsa qilib tashlash qo'limdan keladi. Kecha kuni men o'sha Quvasoy shahriga bir borganimda ham u yerda menga boshqacha niyatda ham bo'lishdi. Unday sani videoingda chiqibdi, mana chiqibdi. Men millatchilik qilganim yo'q. O'sha 1989-Misxet turklar paytida, o'sha Misxetning turklar paytida kimlar urushni qilib qo'yib, kimlarga ag'darib qo'ygan, hammasini bilaman. Xulosa bularni gapirmay turibman, bularni aytmayapman. Bularni aytsam, bilasanmi, Chichqonni uyiga 1000 tanga bo'lib ketadi. Chichqonni uyi 1000 tangaga qaynaydi. O'shaning uchun aytyapman men, ichki ishlarimiz aralashmanglar o'zbeklarni ishiga. Nimaga sen ham o'zbeksan, men ham o'zbekman. O'zbekni chaqmaydi, o'zbekni qashqatmaydi. Inshaalloh hammani bola chaqasi bor, ota-onasi bor. Men o'tgan safargi zapisimda ham aytib chiqdim buni. Men shuni so'rardimki, obunachilarim obunani uringlar, obunani ko'taringlar. Xudo xolasa, Xudo nasibini qilsa, endi menga bittasi kecha kuni aytyapti. Siz deydi, prezident bo'lgansiz. Prezident bo'lganimda men kolxoz savxozlarni olib kelib o'rniga qo'yardim. O'sha hozir bizda xususiy bo'lib ketdi, o'sha Ors Opshpit degan joylar bo'lardi. Ors Opshpit o'sha magazinlarda idorasi bo'lardi. O'shalarni olib kelib o'rniga qo'yardim. Mana men o'sha yaqin oradan oldin borib keldim. O'sha Belarusya davlati Minsk deymiz. U yerda hamma yo'q. Davlat ixtiyorida, xususiy narsa yo'q. Lekin xalq boy yashaydi. Xususiy, oxiri xususiy, davlat ham xususiy bo'lib ketsa kerak-da. Ichki ishlar xususiy bo'lib ketadi, boshqa bo'lib ketadi. Bu xususiylarni sekin yopib o'rniga mana hozir klaster degan narsani chiqarganmiz. Klasterning ma'nosi korrupsiya degan so'z. Bu Amerikadan kirib kelgan bizga. Korrupsiyaning boshlig'i o'zimizda bo'lib turibdi. O'zbekistonda mana prezident aytyapti, korrupsiyani yo'qotamiz, buni yo'qotamiz deyapti. Buni yo'qotish uchun, korrupsiyani yo'qotish uchun
hokimlarni xalqqa qo'yish kerak saylash uchun. Xalq hokimni saylasa, u xalq uchun ishlaydi. Prezident siz tayinlagan hokimlar xalq uchun ishlamayapti ular. Ular siz uchun ishlayapti. O'shaning uchun men o'sha boshida gapirib o'tganimdek, o'sha so'zi yeb o'tirgan oilalarni ko'rganim uchun aytyapman-da. Mana mahalla yig'iniga o'ygan yoshlar yetakchisi, hokim yordamchisi, nima ish qilib beryapti bular? Nima qilyapti? Nima ish qilyapti bular? 6 million, 7 million oylik dori yeb yotibdi bular. Nima qilib beryapti bular? Bular xalqqa hech narsa qilib bergani yo'q. Xalqni borib o'rganamiz, xalqni o'rganganman. Unaqa chiqib olgandan keyin hokimiyatga borib bir yopilib ketyapti. Mana kambag'allar serobda, kambag'al serobki, mana misolni aytib beraman. O'sha bitta oilada bitta yo 3 ta bolasi bor. Menga o'xshaganlar mana misol keltiraman. Hozir ayolim 1,5 million oylik olsa, o'zim 1 million pensiya olaman. Bizga 2,5 million bir oyga yetmaydi. Buni gazga to'laymizmi? Svetga to'laymizmi? Musorga to'laymizmi? Qayerga to'laymiz buni? Yo'q, qorinni tikib qo'yib o'tiramizmi? Ro'za tutamizmi? Yil 12 oy. 360 kun, 65 kun ro'za tutishga to'g'ri kelyapti-da. Bu luqmon yeyolmasa, bu o'zbek mamlakatini tevorida o'tirganlar, o'ylagin bu O'zbekiston yurtida o'zbekdan podsho bo'lish kerak, o'zbekdan hokim bo'lish kerak. Men bitta narsani aytaman endi, bitta narsa gapiryapman. Bu gaplarimni kimlardir achishtirib yuboradi-da, kimlardir qizitib yuboradi. Men o'sha Tojikistonga bordim, Dushanbe davlatiga borganimda o'sha Regat degan shahri bor, o'sha Qo'rg'ontepa degan viloyatlari bor. Mana o'shalarga bordim. O'zbeklarda, mana eshitsizlar, o'zbeklarda maktabga qorovul qilib ham ishga olmas ekan ular. Maktabga qorovul qilib ham ishga olmas ekan. Nimaga? Buni millati o'zbekda, u tojik yurtida. Shu narsa bo'lyapti. Bizning yurtimizda-chi, davlat xavfsizligi boshqa va hokazo hamma joylarda bular rahbar bo'lib o'tiribdi. Mana yaqinda mana bitta singlimiz bor, Nozimaxon degan bu ham tadbirkor qiz, o'sha Sirdaryoda Sayxonobod tumanida turadi. O'sha qiz menga bir iltimos qilib aytdi-ham, o'sha gap bo'yicha mana akada kadastr boshlig'i dedi, tojik millatiga mansub. Bizi yerlarga, bizi joylarga tojik millatdan boshqa bo'lish mumkin emas. Nima Islom Abdug'anich Karimov davrida yo'q edi bular. Endi paydo bo'lib qolyapti. O'tirmasin boshqa millatlar. O'zbek degan millatni olib o'tqiz. O'zbek degan millat diplomi qo'lida hujjati bor. Mana yaqinda bir do'stimiz aytib qoldiki, bunga 5 yil 6 yil bo'lib qoldi. Mana o'sha bolani gapini aytaman endi, sizlarga aytmasam bo'lmaydi. U bola o'sha Dushanbeda Qo'rg'ontepa viloyatida onasi olamdan o'tganlar, onasi vasiyat qilganlar. O'g'lim, men olamdan o'tganda meni mayitimni tog'alaringni, bobolaringni qabrini oldiga qo'y. Ular Farg'ona viloyati o'sha Beshariq tumanida ekan, Beshariq tumaniga o'sha mayit olib kelish uchun tojik davlatidan olib chiqish uchun hali bola menga aytib yig'lab gapirdi. 35 ming dollarga o'likni olib chiqqan hali bola. Boshqa davlatdan boshqa davlatga o'tkazish uchun. Mashinamni sotdim, uyimni sotdim deyapti. Ko'chada qoldim deyapti. Hozir mana dedi, Rossiya davlatiga borib yashayapman deyapti. Joy yo'qligi uchun deyapti. Bitta o'likni 35 ming dollar. Bu men uyaldim bundan, eshitib xafa bo'ldim. Bizda xohlagan ishini qilaveradi bular. Xohlagan ishini qilmaydi endi. Endi to'xtatamiz bularni. To'xtatmasak bo'lmaydi. Mana o'zbek xalqlarim, men bilan birgamisizlar? Menga kommentariy yozinglar, menga chiqinglar. Men bu yo'lini ko'rsataman hammasini. Ko'rsatmasam bo'lmaydi, inshaalloh. La ilaha illalloh ashhadu anna Muhammadur rasululloh. Shuning uchun
Bularni yo'l-yo'liga solmasak bo'lmaydi hammasini. Endi bu ketaversa, bu mamlakat nima bo'lyapti? Bu mamlakat parokanda bo'lib, уже sinib boryapmiz. Mana qarab turing, mana kecha kuni bir Tojikistondan bir 10 yoshli bolani o'limi bo'ldi. Unga Imom Rahmon chiqib, bosim qilib Rossiyaga o'sha yerga taom puli to'lattirdi. Bizni o'zbeklar Rossiyada o'lib ketyapti. Bizni O'zbekiston posolustvo ishlamayapti u yerda. O'zbekistonda posolustvo qaramayapti ularga. Nima bo'lyapti? Mana kecha tarmoqlarda ham ko'rsatyapti. O'sha Omon gruppasi bor Rossiyani kirib, bolalarni yotar joyida kirib bosib, urib, olib chiqib tarmoqlarga ketyapti. Bu o'zbek degan millat yo'qolib ketyapti-yu. O'lib ketyapti. Bu nima Ukrainaga jo'natib yuborib, yo'q qilyapti. Biz Rossiyaning propagandasiga tushishimiz kerak. Mana men gazlarni ham gapirib chiqdim. Nimaga gazni gapiraman? Gaz men gazchi boshliqlar bilan gaplashyapman. Bu yerda chiqqan gazlar, O'zbekistonda turgan gazlar Rossiyaniki ekanmish. Bu gazlar Rossiyaga qaray ekanmish. Nimaga bu? O'zbek davlati o'lganmi? O'zbek millati yo'qmi? Qirilib ketganmi? O'zbekistonda o'zbek to'lib yotibdi-yu. Gazni Rossiyaga beramiz, boshqani boshqa joyga beramiz. O'sha 1917-yilda olib chiqib ketgani yetadi ruslarni. Hali ruslar bunga ham javob beradi. Ruscha men sizdan aytaman, ruscha ham gapiraveryapmiz. Haqiqatni gapirganimda O'zbekiston davlatida o'zbekcha gapiraydi. Kimlikdan qat'iy nazar, boshqa millat bo'ladimi, boshqa illat bo'ladimi? O'zbek tilidan boshqa gapirsa, men tilini sug'urib olaman baqa. Meni oldimdan chiqib qolsa, tilini sug'urib tashlayman. O'zbekiston davlatida o'zbekcha gapiradi. O'zbekiston mustaqilligi mana bo'lganiga, o'zbek maqomi berilganiga mana 35 yil bo'libdi. 35 yil ichida o'zbekcha gapirsin. Ya'ni yozuvlarimiz, men esa boshqa joyda yozuvlarimiz rus tilida yozilishlarini yo'qotish kerak. Hammasi o'sha lotin tiliga o'tdim, lotin tiliga o'tish kerak. Bo'lmasa o'zbek o'sha o'zining tili bor. O'zbek tilini men bilaman. Bizda o'sha manbalarda bor, o'sha o'zbek tiliga o'tamiz. U ham o'zbek tili o'zi aslida lotinchaga emas, u arab tiliga o'xshab ketadi. Yozuvi. Shuni o'rganishimiz kerak. Sog'-omon bo'linglar, obunachilarim. Insof bersin bog'daylarga, insof bermasa ja qiyin ekan deymiz. Insof bersin inshaalloh. Men insof so'rayman bularga Allohdan. Endi buni oxir oqibati meni ranjitgan odam voy bo'ladi deb qo'yay. Meni ranjitmaylar, meni voy qilib yuboraman. Men shunday qilamanki, o'zlaring topolmay qolasizlar, o'zlaringni. Mana o'sha kecha kuni oldingi haftadan oldin o'sha Beeline kompaniyasi Ucell mana narxni ko'tarib, ular o'zini osmon falakka olib chiqdi. O'shanda men ko'rib o'tirdim, mana menga 29 million odam chiqdi. O'zbekistonda 38 million bo'lsa, 29 million men tomonda turibdi. O'sha insonlar davaychi baqa yurinsa ham ketaveradi. Taqalsam baqasi ketaveradi. Hozir meni yo'qolib qolsam bitta joyda, ular qidirishni boshlaydi. O'sha mahalla kuydan so'raydi. Nima bo'ldi bunga desa, bunday bo'ldi desa, bilmayman, o'sha kunda xoram qilsin. Buni to'xtatib bo'lmay qoladi. Hech narsani to'xtatmay qo'yadi. Shuning uchun aytaman, tevaga o'tirganlar. O'sha insof bilan ish qilaylik. Bo'lmasa insof bilan ishlanmasa, sekin o'sha ko'rpezga arab oyoq uzatmasangiz, sekin chiqib ketavering. Bizning mamlakat tinch qo'yinglar. Bizning mamlakatimiz o'zbek yurti bu, o'zbek mamlakati. O'shaning uchun bu o'zbek degan so'zining ma'nosi o'zbaxt degandan olingan. Sarboz, sart deb aytiladi. O'shaning uchun bizni qirg'izlar ham ko'pi sart deb gapiradi. Nimaga sart degani? U saralangan baquvvat millatlar degan nomni berib chiqadi bu. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Shu bilan bugungi o'sha ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetib qoldi. Xudo xolasa, Xudo nasibini qilsa, erta endi 2-3 kun ichida yana yangi efirlar bilan sizlarni
dillaringizga yetib olamiz. Men bugun emas, ertaga-indin o'sha ko'chaga chiqib bilaman qanaqa ma'lumot, qanaqa statistik ma'lumotlar bo'lyapti. O'shalarni gapirib o'taman. Shu otadan o'g'ilga meros bo'lishi, meros qilib o'sha qizini, bola chaqasini olib kelib uni oldiga olib kelib qo'yib olganlar. Bular hammasi yig'ishtiringlar, bo'ldi. Buni yig'ishtirmasak bo'lmaydi. Bu mamlakatda qarindosh urushulik bo'lsin, qarindosh ko'chada bo'lsin. Lekin davlat tashkilotida bo'lmasin bu. Bu uyingizda bo'lsin qarindosh urushulik, lekin davlat organ tashkilotida bo'lmasin. Iltimos qilaman sizlardan. Bu bola chaqa, boshqa va hokazo kimlikdan qat'iy nazar olib kelmanglar. Bag'i voy bo'ladi, bag'i yomon bo'ladi. Mana kecha aytyapti menga o'sha insonlar gapiryapti. Aka siz yo'qolib qolsangiz, bilmayman biz bostirib yuboramiz hamma yoq deyapti. Yo to'xtanglar, bostirmay turinglar. Men yo'qolganim yo'q, menga hech kim tegani yo'q dedim. Lekin avvalambor tegsa nima bo'lishini o'zlari biladi. Shuning uchun meni Rossiyada ko'ryapti, o'sha Amerikada, boshqa mana Yujniy Koreya va hokazo Qirg'iziston, Tojikistonda ko'ryapti. Turkmaniston tashabbusda o'sha o'zbeklar ko'ryapti. Qozog'istonda o'sha Astonada, Chimkent Sayramda ko'rib turgan mana o'sha o'zbeklar kuzatyapti. Endi bularni hammasini joy-joyiga qo'yib qo'ysam bo'lmaydi. Shuning uchun hamma joy-joyida yashab tursin. Iltimos, qarindosh urushulikni yo'qotaylik. Bo'ldi, qarindosh urushulikka ostanovka. Shu 26-yilda yangilanish yilda o'sha mahallalar bo'lyapti, yo'llarni qurilishi, mana o'sha yo'llar ham talabga javob bermaydi, hamma yo'q rasvo bo'ldi bu mamlakatda. Endi buni yo'lga solishimiz uchun qarindosh urushulikni yo'qotsak, hammasi yoniga jiyanini, o'g'lini, qizini olib kelib olishlarini yo'qotsak, bir mamlakat ne gullaydi, ne yashnaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.